Bahodir Tojimirzaevich Abdullayev 1967-yil Andijon viloyati Shahrixon shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, o'z mehnat yo'lini oddiy yuk mashinasi haydovchisidan boshlagan. Bor budini xavf ostiga qo'yib, Toshkent shahriga ko'chib kelgan va o'zi uchun notanish bo'lgan bozorni o'zlashtirishga kirishgan. 2008-yil BA Investment Group MCJ ta'sischisi, 2011-yil Euro-Asia Translogistik MCJ ta'sischisi, 2013-yil Toshkent Plus Polymer MCJ ta'sischisi, 2015-2022-yil Vangda Metal qo'shma korxonasi ta'sischisi, 2017-yil China House qo'shma korxonasi ta'sischisi, 2017-yil Lux City Houses, 2018-yil Vangda Group, 2019-yil Taichung Special Steel, 2020-yil BA Global Houses MCJ ta'sischisi, 2022-yil BA Association ta'sischisi va 2022-yilda Tadbirkorlar kuni munosabati bilan Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. 2023-yil BA Chirchiq Metal qo'shma korxonasi ta'sischisi, 2023-yil Emirates Steel qo'shma korxonasi ta'sischisi, 2024-yil Fusin qo'shma korxonasi ta'sischisi, 2025-yil Sifatli Sof Po'lat MCJ ta'sischisi, 2025-yildan va hozirgi vaqtgacha O'zbekiston Metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi, bosh direktori. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.